Hammaga salom do'stlar. Xuddi shunday turdagi videolarni siz YouTube'da, Instagram'da yoki hech bo'lmasa TikTok'da ko'rgandirsiz. Hozir men sizlarga xuddi shunday turdagi videolarni istalgan multfilm qahramon yoki kino qahramonlarini qo'yib yasashni o'rgatib qo'yaman. Bunday videolarni tayyorlash juda ham oson. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring va siz ham bunday videolarni tayyorlay olasiz. Qani bo'lmasam, boshladik. Do'stlar, siz ham YouTube'da o'z kanalingiz bo'lishini xohlaysizmi? Lekin nimadan boshlashni bilmaysizmi? Hozir ko'pchilik shunday xatoga yo'l qo'yadi. YouTube kanalni o'zi ochadi, noto'g'ri nom tanlaydi, dizayn va so'zlamalarni xato qiladi va natijada bunday kanal hech qachon rivojlanmaydi. Shuning uchun biz sizga tayyor YouTube kanal ochib beramiz, kanalingiz uchun unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib sozlab beramiz. Hattoki hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Agar siz ham YouTube'da o'z kanalingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, ekrandagi admin profiliga YouTube kanal so'zini yozib qoldiring. Biz esa sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. Demak do'stlar, birinchi o'rinda ChatGPT saytiga kirib olamiz. Sizda telefon bo'lsa, telefonda ham kompyuter bilan bir xil bo'ladi. Shuning uchun men nimani ko'rsatsam, xuddi shuni siz ham takrorlang. Xo'p, ChatGPT ga kirib olganimiz keyin mening Telegram kanalimdagi promptni ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Manzili video ostida bor. Mana o'sha prompt bu yerdan mana shu boshidan boshlab oxirigacha ko'chirib olamiz va buni ChatGPT ga yuboramiz. Lekin do'stlar, yuborishdan oldin mana bu joyga e'tibor beringlar. Ya'ni bu yerda naзвание filma degan, bu yerda biz ishlatmoqchi bo'lgan multfilm yoki kinoni nomini yozishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun men Kung Fu Pandani ishlatmoqchiman. Shuning uchun bu yerga Kung Fu Panda deb yozaman. Men yozdim, pastdan esa personaj, ya'ni aynan mana shu Kung Fu Panda multfilmidagi qaysi qahramon ekanini pastda yozishimiz kerak bo'ladi. Bu yerga men Panda deb yozaman va tamom do'stlar. Shunchaki buni biz ChatGPT ga yuboramiz. Va u bizga ikkita prompt yozib beradi. Mana ko'ryapsizlar, hozir birinchisini yozyapti va mana tagidan ikkinchi promptni ham yozib berdi. Nimaga ikkita prompt desanglar do'stlar, tushuntiraman. Birinchi prompt bu rasm yasab olishimiz uchun, ikkinchi prompt esa ana shu rasmni animatsiya qilishimiz uchun, ya'ni videoga aylantirishimiz uchun kerak bo'ladi. Xo'sh, endi esa biz ushbu promptni qaysi sayt orqali rasmga aylantirib olamiz? Shaxsan o'zim Flow orqali tayyorlayman. Sizlar esa bemalol ChatGPT orqali ham qilishingiz mumkin yoki bo'lmasam istalgan boshqa rasm yasaydigan sun'iy intellekt orqali ham yasab olsanglar bo'ladi do'stlar. Xo'p, men Flow ga o'tdim va bu yerdan birinchi promptni ko'chirib oldim. Bu yerga promptni joylashtiramiz va bu yerdan do'stlar mana buni 16 ga 9 emas, 9 ga 16, ya'ni YouTube Shorts formatiga qilib belgilab qo'yamiz. Undan so'ng esa men 4 xil variant qilaman va buni men yuboraman. Endi esa rasm tayyor bo'lishini kutamiz. Mana do'stlar, rasmimiz tayyor bo'ldi. Bizga Flow sayti 4 xil stilda rasmni tayyorlab berdi. Istalgan birortasini yuklab olishimiz mumkin. Va do'stlar, masalan, bitta video qilmoqchi bo'lsanglar, mana shu Kung Fu Panda haqida bo'ladigan bo'lsa, Kung Fu Pandadagi 4 ta qahramonni ishlatishni maslahat beraman. Men hozir bitta qahramonni 4 ta rasm va 4 ta video qilib tayyorlayapman, lekin sizlar mana shu yerda shu promptni qaytadan yozib, faqatgina men bu personaj degan joyiga boshqa qahramonni yozib qilishinglarni tavsiya qilaman. Va do'stlar, men 4 ta ushbu rasmni yuklab oldim. Undan so'ng esa biz Kling AI saytiga yoki bo'lmasam Grok saytiga o'tishimiz kerak bo'ladi. Mana shu rasmni video formatga o'tkazib olish uchun. Mana do'stlar, Grok saytiga kirib oldim. Endi esa bu yerdan mana bu joyga o'tamiz va biz o'sha tayyorlagan rasmimizni yuklashimiz kerak bo'ladi. Rasmni yukladim. Grok sayti avtomatik buni animatsiya qilishni boshlaydi, lekin esa do'stlar, biz ikkinchi mana bu yerdagi promptni ko'chirib olib, buni pastdan yozishimiz kerak bo'ladi. O'shandagina do'stlar, bizning videomiz haqiqatan ham zo'r bo'lib chiqadi, ya'ni rostdan ham zo'r animatsiya bo'ladi. Grok sayti juda ham tez videoni tayyorlaydi va juda ham sifatli chiqadi. Shuning uchun do'stlar, Grok saytini sizlarga men tavsiya qilaman. Mana oradan bir necha soniya o'tdi do'stlar va videomiz tayyor. Tomosha qilishimiz mumkin.
juda ham idealniy va juda ham sifatli qilib tayyorlagan do'stlar. Hech qanaqa reklama yo'q. Endi esa biz xuddi shunday tarzda 4 ta 5 ta qahramonni tayyorlab, shunaqangi video qilib olishimiz kerak bo'ladi va biz bu videolarni yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Men esa xuddi shunday pandan rasmini 4 xil qilib bundan oldin tayyorlab qo'ygandim. Mana ko'rishingiz mumkin. Men bularni hozir yuklab olaman va video montaj dasturiga o'taman. Men oson bo'lishi uchun CapCut dasturida ko'rsataman. Sizlar boshqa video montaj dasturida ham qilishingiz mumkin. Mana do'stlar, CapCut dasturiga kirdim va ushbu tayyorlagan 4 ta videomni joylab oldim. Endi esa bularni ketma-ketlikda taxlab chiqamiz. Va do'stlar, biz buni taxminan 4 sekunddan qilib kesib olishimiz kerak bo'ladi. Chunki 6 sekund bitta kadr uchun bu ko'p hisoblanadi. Mana do'stlar, rovna 16 sekund bo'ldi videomiz, har biri 4 sekunddan. Endi esa biz buni muzikasini olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni Grokni o'zi qilib bergan muzika unchalik ham zo'r emas. Men Telegram kanalimda maxsus muzika qoldiraman. O'shani ishlatinglar do'stlar, videolar juda ham zo'r chiqadi. Mana do'stlar, o'sha musiqani ham yukladim. Bu yerdan oxiridagi mana shu qismini kesib olaman, chunki zo'r joyi ham muzikani mana shu joy. Mana kesib oldim, buni qisqartiraman. Va do'stlar, deyarli bizni videomiz tayyor. Faqatgina biz buni orasiga qanaqangidir perihodlar qo'yishimiz mumkin. Oddiygina perihod bo'lib qolmasligi uchun. Misol uchun, mana bu razmetiya perihodini ishlatishimiz mumkin. Demak, videoni ko'ramiz. Ko'rdingiz do'stlar, hammasi juda ham oson. Siz xuddi shunday turdagi videolarni telefoningizda tayyorlab, YouTube ga joylab, yaxshigina daromad qilishingiz mumkin. Agarda siz buni qanday qilishni bilmasangiz, bizga murojaat qiling. Bizda Amerikan YouTube kanal ochib berish xizmati mavjud. Biz sizga Amerikan kanal ochib beramiz va undan qanday qilib daromad qilishni ham o'rgatib qo'yamiz. Manzili video ostida bo'ladi. Hoziroq murojaat qiling va o'z Amerikan kanalingizga ega bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.